Sukunat, ko'ngillarga sokinlik ulashuvchi kalit. Oxirat kuyganlar. Muallif Nurhayot. Ya Allahu ya Karim, ya Vas'ar Rahma. Mazkur hikoyamiz ma'lum bir muddat to'xtatiladi. Bunday noqulayliklar uchun biz sizdan uzr so'raymiz. Hikoyamizni 1-qismdan 5-qismgacha to'liq holda tinglashingiz mumkin. Hamma yoq sasib ketyapti. Nima balo bo'lgan bu uyda? Yo'lakdagi qo'shnilar yoqimsiz hiddan burnini yopdi. Keyin esa dahshatli voqeani guvohi bo'lishdi. Yo'q, men endi ishimni davom ettira olmayman. Iltimos opa, yo'q demang. Yoshroqqina, qaddi qomati kelishgan qiz mayit yo'g'uvchiga yalinardi. Ertalabdan beri urinaman, bo'lmaydi baribir. Og'zingizga siqqanini so'rang. Qiz yalinishda davom etdi. 40 chelak bilan toza bo'lmagan, bundan keyin ham toza bo'lmaydi. Uzr, men ketdim. Yo'g'uvchi ayol mayitni yuvmay uydan chiqib ketdi. Qiz esa devorga suyanib qoldi. Keyin boshqa yo'g'uvchi ayolning raqamini topib, terib chaqirdi. Ammo bu safar ham o'xshamadi. Sababi vafot etgan ayol. 2 yil oldin, qish, kech. Iroda hovlidagi barcha ishlarni qilib bo'lib, endi yotoqxonaga kirmoqchi edi. Qaynonasi Ro'zi xolaning chirog'i yondi va telefoni jiringladi. Irodaxon, darvozaxonadagi o'tinlarni oshxonaga tashib qo'ying-a. Oyijon, ertalab tashib qo'ysam bo'ladimi? Hozir o'g'lingizni kiyimlarini dazmollamoqchi edim. Ertaga boshqa ishlar bor. Hozir qiling. Ro'zi xola Irodaning javobini ham kutmay telefonini o'chirib qo'ydi. Birozdan so'ng chirog'i ham o'chdi. Tun yarimdan oshgan. Iroda tezroq bo'lish uchun o'tinlarni qopga ko'p solib tashidi. Oxirgi qopni tashib bo'lgan edi. Beli sanchib o'tirib qoldi. Kimnidir chaqiray desa, baribir o'zi gap eshitishini o'ylab, og'riq o'tib ketguncha kutdi. Yotoqxonaga kirganida eri Dilmurod xurrak otib uxlardi. Iroda telefon yorug'ida erining kiyimlarini dazmollar, charchagan ruhiga ko'chadan eshitilayotgan azon ovozi taskin berar edi. Yaratgan hech bir ishi besabab emas. Kamalak ham yomg'irdan so'ng chiqadi axir. Lekin bu yomg'irning oxiri yo'qdek. Irodaxon deyapman. Iroda Ro'zi xolaning ovozidan cho'chib uyg'ondi. Voy o'lay, uxlab qolibman. Irodaning uxlaganiga endi 2 soat bo'ldi. Shunda ham o'zida kuch topib, yugurib hovliga chiqdi. Hovlida uni Ro'zi xolaning o'qdek gaplari kutib turardi. Nima? O'lib qoldingizmi? Sasib yotaverasizmi? Soat 7 bo'ldi. Sigirni kim sog'adi? Aytib qo'yay, hovlidagi ishlarni tugatmasangiz, ish pishingizga bormaysiz. Iroda yugurib molxona tomon ketdi. Muzlab qolgan bir chelak suvga bir zum qarab turdi-da, xo'rligi kelib mush tushirdi. U na og'riqni, na sovuqni sezmadi. Faqat ko'ksidagi alanga sabab nafas olishga qiynalardi. Iroda tabiatan ko'ngli ochiq, bir gapirib 10 kuladigan shaddod qiz edi. Yoshligida otasi yoshi katta ayolga ilakishib, ularni tashlab ketgan. Uyda onasi va singlisi bilan qishloqda yashardi. Onasi yolg'izligini alamini bolalaridan olar, ayniqsa otasining xiyonatida ularni ayblardi. Onasi odamlarga foizga pul berib yaxshigina pul topardi.
Ammo farzandlari biror narsa so'rashsa, senlarning otang yo'q. Boshqalarga havas qilishga haqqing ham yo'q. Dugonangning otasi fermer. Olib beradi-da. Senlarning otang kim? Farzandlaridan kechib ketgan bir yer yutkur kabi dashnomlarni yoqtirardi. Asli onaning gaplari haqiqat bo'lsa-da, qaysi farzand bu taqdirni tan olgisi keladi deysiz? Iroda onasini aytganlariga chidar, ammo ko'chadagilardan buni eshitishni xohlamaganligi uchun hech kim bilan janjallashmaslikka harakat qilardi. Uni yoqtirmaydiganlar bor davralarga qo'shilishdan o'zini olib qochar, buni hech kimga sezdirmasdi. Yillarga ulanib, Irodaning harakatlari natija bera boshladi. Maktabni a'lo baholarga tamomlab, institutga o'qishga kirdi. O'qish davomida kutubxonaga ishga joylashdi. Siroj bilan ham aynan kutubxonada tanishgan edi. Shahar kutubxonasida odam ko'p bo'lishiga qaramay sokin bo'lardi. Bir kuni bu sokinlikni notanish yigitni oldida o'tirgan qizga ovoz chiqarib aytgan she'ri buzdi. Bir qarab qo'ysang nadir, bizga ham goho sanam. Menga sensiz beqadr, dunyo sanam, dunyo sanam. Iroda nazoratda turgan edi. Yigitga qarab boshini qimirlatib qo'ydi. Yigit bunga parvo ham qilmay davom etdi. Boq ajab g'avg'odamiz, sevgi degan sahrodamiz. Qays o'zimu sen ekan, Laylo sanam, Laylo sanam. Bu safar Iroda stolni ruchkasi bilan 3 marta urib qo'ydi. Yigitning yonidagi qiz turib ketdi. Yigit uni orqasidan bormadi. Aksincha, Irodani yoniga kelib shivirladi. Kechirasiz, yaxshi qiz? Labbay. Kechirasizmi? Bu Irodaga shilqimlikday tuyulib, jahli chiqib ketdi. Ammo ishda ekanligi uchun munosib javob qaytarmadi. Jiddiy ohangda gapirib, "Toshingni ter" demoqchi bo'ldi. Sizga biror yordamim kerakmi, yaxshi yigit? Kerak. Qanday ekan? Raqamingizni bering. Irodani borgan sari asabi buzilar, tarsaki tushirishdan o'zini zo'rg'a tutib turardi. Yigit gapirib qizni bu qadar sabrliligiga qoyil qoldi. Mayli, Muhammad Yusufni Qizg'aldoq kitobini bering. Hozir. Iroda tezda kitobni topib olib keldi. A'zolik daftarchangiz bormi? Yo'q, birinchi marta kelishim. Unda pasportingizni bering. Voy, olib kelmaganimni qarang. Lekin bu kitob menga bugun juda zarur edi. Irodani sabr kosasi to'ldi. Nima qilib bo'lsa ham yigitni ketkazib yubormoqchi bo'ldi. Unda men o'zimni daftarchamga yozib qo'yaman. O'qib bo'lib, olib kelib berasiz. O, qanday yaxshi. Albatta olib kelib beraman. Bo'ldi, oling kitobni, tezroq keting. Yigit kitobni olib endi ketayotgandi. Orqasiga qaytib keldi. Qizni ko'zi kosasidan chiqa yozdi. Hujumga o'tish uchun chuqur nafas oldi. Ammo u kutganidek bo'lmadi. Ismingizni aytmadingiz-ku. Kitobni olib kelganimda yo'q bo'lsangiz, kimga deb tashlab ketay? Qiz olgan nafasini sekin chiqarib, unga jilmayib turgan yigitga bir zum jim qarab turdi-da, javob qildi. Iroda. O'sha kundan boshlab Siroj har kun kitob topshirib, yangisini oladigan bo'ldi. Bora-bora Iroda Sirojning quvnoq xarakteriga o'rganib ham qoldi. O'qiyapsizmi o'zi, Siroj aka? Nimani? Kitoblarni-da. Har kun yangi kitob olasiz. Iye, sen kitoblarni o'qishga oladi deb o'ylaganmiding? Ha, nima qilasiz unda? Xonamizda yostiq taqchil. Yostiq qilib yotaman.
Siroj jaydar yigit edi. Ichida gap saqlamasdi. Uncha-bunchaga jahli ham chiqmas, ammo asabiylashsa o'zini boshqara olmaydiganlar xilidan edi. Buni Iroda anchadan keyin bildi. O'sha kuni Iroda ishdan erta chiqdi. Kutubxonadan chiqa turib, Sirojni ko'rib qoldi. U eski tuski, kirchir, ust-boshli, yuzi kiyimidan-da g'ijim cholga nimalarnidir jahl bilan gapirardi. Oxiri cho'ntagidan pul chiqarib, qariyaga berdi. So'ng yuzini changallab, yo'l chekkasini to'sib turgan beton to'siqni tepdi. Iroda unga qarab qadamini tezlatdi. Yaqin qolganda haligi cholga urildi. Cholni qo'lidagi so'mkasi tushib, ichidan bo'sh bakalashkalari tushib ketdi. Qiz tezda tushib ketgan 2 bakalashkalarni olib, cholni so'mkasiga soldi va uzatdi. "Kechirasiz amaki?" Iroda cholning ko'zlariga qarab qotib qoldi. Ko'zlariga qarab Sirojni ko'rgandek bo'ldi. Chol sumkasini olib indamay ketaverdi. Uzoqdan yugurib kelgan Siroj Irodani qo'lidan ushladi. Iroda buni anglamagandi ham. "Yaxshimisan? Senga hech narsa qilmadimi?" Qiz qariyani orqasidan qarab qotib turaverdi. "Siroj aka, bu kim?" "Men qayerdan bilaman? Tilanchidir-da, yur ketamiz." Qiz javobdan qoniqmadi. Joyidan jilmay unga qarab turaverdi. Siroj Irodani farosatli qiz ekanligini, uni aldash osonmasligini bilar edi. Unga hammasini aytish kerakligini tushundi. Ammo u hozir bunga tayyor emasdi. Yigit indamay ketishni ma'qul ko'rdi. 5-6 qadam yurib, orqasiga o'girildi. "Shunchalik bilishni istasang aytaman. Balki bundan keyin meni ko'rishni ham istamassan. Men buni to'g'ri tushunaman. Bu odam..." Siroj ancha yillardan buyon tiliga olishni xohlamagan so'zini aytdi. "Meni otam." O'sha kundan buyon 1 oy o'tdi. Siroj kutubxonaga kelmay qo'ydi. Iroda u haqda juda ko'p o'yladi. Oxiri uni izlab o'qishga borishga qaror qildi. "Nega keldingiz?" "Sizga kitob olib keldim." "Kitob o'qimay qo'ydim." Iroda Sirojni bunday kayfiyatda birinchi bor ko'rishi edi. Uni ich-ichidan ezilayotganini ko'rib rahmi keldi. "To'xtasangizchi, balki gaplashib olarmiz." "Nima haqda?" "Farqi yo'q. Masalan, mening qishlog'imga ketayotganim haqida." Siroj birdan to'xtab, orqasiga o'girildi. Izma-iz ketayotgan Iroda unga urildi. "Nega? O'qishchi? Keyingi oy tugataman-ku." "Kutubxonachi?" "Arizamni yozdim. O'rnimga dugonam Feruzani taklif qildim. Qishloqqa qaytsam..." "Men-chi?" Sirojni to'qqizdan berilgan savolidan oraga jimlik cho'kdi. "Tushunarli. Demak, ketasiz. Mayli, yaxshi boring. O'zingizga munosib hayotda baxtli yashang. Salomat bo'ling." Siroj gapini tugatib endi ketmoqchi edi, Iroda ushlab qoldi. Siroj bir Irodani qo'liga, bir yuziga savolchang qaradi. "Qoling demaysizmi?" Ikki qalb bir-birini tushunib, yuziga qizillik yugurdi. "Sizga bir savol bersam, xafa bo'lmaysizmi?" "Qanaqa savol?" "Xafa bo'lmayman desangiz so'rayman." "Xo'p, xafa bo'lmayman. Haligi odam otangiz siz bilan yashaydimi?" Sirojning peshonasi chimirildi. "Xafa bo'lmayman degandingiz-ku?" Qiz erkalandi. "U odam
mast holatda onamni o'ldirgan. Men bunga guvoh bo'lganman. Keyin o'zi qamoqxonaga, men bolalar uyiga ketdim. 20 yil berishgandi. Yaqinda chiqib meni izlab kelibdi. Lekin men kechirmadim. Kechira olmayman. Ikkisi ham ancha vaqt jim qolishdi. Otalar, mening otam esa bizni tashlab ketgan. Siroj kutilmagan gapdan Irodaga qaradi. Uning ko'zlarida yosh aylanardi. Kel, shu otalar haqida gaplashmaylik. Undan ko'ra, qachon qishloqdan qaytishingni ayt. Iroda ko'zlarini ishqalab, tomchilashga ulgurmagan yoshlarni artdi va Sirojga qarab jilmaydi. Qachon olib ketishga borsangiz, shunda qaytaman-da. Sen bilan birga borsamchi? Iroda qahqah otib kulib yubordi. Jiddiy aytyapman, Iroda. Yo'q, Siroj aka, avval borib onamga hammasini tushuntiray. Darrov ko'nadigan ayol emaslar onam. Vaqt kerak. Qachon borishingizni telefonda aytaman. Faqat tezroq. Ketmasingdan sog'inishni boshlayapman. Iroda kulib yubordi. Kulma. Seni yo'q shaharda qanday tong ottiraman? Bunisi endi g'uluv bo'ldi. Iroda yana kulib yubordi. Nima o'g'luying? Siroj ham peshonasi tirishtirib qo'yib kulishni boshladi. Aytmayman. Aytmayman. Iroda kula-kula qochib ketdi. Siroj ortidan borib mahkam ushlab oldi. Aytasan, bo'lmasa qo'yib yubormayman. Iroda biroz uyaldi va kulishdan to'xtadi. Sekin Sirojning qo'llarini itardi. Bo'ldi, aytaman. G'ulu bu mubolag'a, ya'ni haddan ortiq bo'rttirish degani. G'alati eshitilar ekan-da. Siroj ham qilgan ishidan biroz xijolat bo'ldi. Yur, muzqaymoq olib beraman. Tabiat uyg'ongan. 2 yosh bahorning go'zal, sershovqin kechasini buzib qo'ymaslik uchun atay jim ketishayotgandek edi go'yo. Aytdingmi, Iroda? Yo'q, hali. Mavradi bo'lmayapti. Kelganimdan buyon onam bilan bafurcha gaplashishga fursat bo'lmadi. Xavotirga tushyapman negadir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sevgimiz uchun kurashamiz. Sevgi so'zini eshitgan Sirojning ko'ngli allaqanday yorishib ketdi. Nima uchun kurashamiz deysan? Sirojning qitmirona savolini anglagan Irodaning yuzi qizardi. Atay indamay turaverdi. Gapirsang-chi, savol berdim axir. Endi gap boshlamoqchi edi hamki, onasi xonaga kirib keldi. Xo'p, yana gaplasharmiz. Hozir ishlarim bor edi. Xayr. Iro. Aloqa uzildi. Qizning shoshib qolganini ko'rgan ona o'g'il bola bilan gaplashayotganini sezdi. Boyroq oiladanmish qilib, onasining kutilmagan savolidan Iroda nima deyishini bilmadi. Onasi davom etdi. Topsang, boy oilaning o'g'lini top. Qalang'i qasang'ilarni bo'lmaydi. Rozi bo'lmayman. Otangsiz bir o'zim qiynalib katta qildim. Bu yog'iga boy kuyovning bog'ida yayrab yashamoqchiman. Onasining gapidan ko'zlarida yosh aylandi. U nima bo'lsa ham yig'lab yubormaslikka harakat qilardi. Shu topda darvoza taqillab, uni bu vaziyatdan qutqarib qoldi. Yugurib xonadan chiqib ketdi. Kelgan singlisi Zilola edi. Zilola onasining oldiga kirdi. Ona, opamga nima bo'ldi? Nima bo'pti? Rangi bir ahvol dala tomonga yugurib ketdi. Onasi javob bermay, labini juftlab, peshonasini tirishtirib, nimalarnidir o'yladi. Ona, nima gap? Birorta tagipasni topganmi deyman. Boyroq top deganim yoqmadi. Voy bu, shungamidi? Nimadir bo'libdimi deyman. Juda ko'ngli nozikda shu opamni.
Senga ham shu gap. Qayoqdagi yigitlarga o'ralashib yurma. Topsang, tuzugidan top. Otangdan kun ko'rmadim. Senlardan ko'ray hech bo'lmasa. Yana boshladingizmi ona? Men opamga o'xshamayman. Shuning uchun menga boylik haqidagi ma'ruzalaringizni aytishni bas qiling. Charchab ketdim takrorlayverib. Zilola onasining gaplaridan zerikkan holda yuzini burdi. Uni opasining taqdiri emas, faqat o'zining kelajakdagi hashamatli hayoti qiziqtirardi xolos. Zilola sumkasini olib boshqa xonaga kirib ketdi. Zilola ketgach, Ra'no xola yolg'iz qolib, o'ziga o'zi pichirladi. Iroda, nodon qiz. Qayoqdagi sevging orzulariga xalaqit berishiga yo'l qo'ymayman. Institutdan topganing kim ham bo'lardi? Oylikdan oylikka chidab yuradigan o'qituvchi yoki cho'ntagida xemiri ham yo'q bir talabadir-da. Shuncha yil odamlarga bergan pulimning foizini olaman deb yelib yugurdim. Qancha noshukur odamlar bilan yoqalashib, beobro' bo'ldim. Hammasi senlarni boqish uchun edi. Endi qo'l qo'shlab bir yalang'oyoqqa berib yuboramanmi? Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Endi rohatda yashash meni galim. Bunga esa sizlar orqali erishaman. U stol ustida turgan qarz daftarchasidan ko'zini uzmasdi. Ra'no xola eri bilan sevishib turmush qurgan edi. Ammo bu sevgi uzoqqa cho'zilmadi. Ro'zg'or g'orligidan yo Ra'no xolaning nafsi zo'rligidanmi, eri qishloq sexidagi ishni tashlab shaharga ishga ketdi. Avvaliga haftasiga bir keladigan er bora-bora 2 haftada, keyin oyiga 1-2 kun kelib ketadigan bo'ldi. Olib kelayotgan pullari uchun Ra'no xola unga indamasdi. Yillar o'tib, erining kam pul olib kelayotgani Ra'no xolaning uxlab yotgan sezgisini uyg'otib yubordi. Surishtirsa, eri shahardan yoshi katta, 3 ta bolali bir ayolga uylanib yashab yurgan ekan. Ming qilsa ham sevgani chidolmadi. O'sha kuni eri uyga kelgach, shartni oldiga tanlov qo'ydi. Yo bizni tanlab shu yerda qoling, yo narsalaringizni yig'ishtirib butunlay keting. Otaning ko'ziga mo'ltirab qarab turgan 2 begunoh qizi ko'rinmadi. Narsalarini yig'ishtirdi-da uydan chiqib ketdi. O'sha kundan boshlab Ra'no xolaning yuragi toshday qotdi. Tonggacha yerni mushlab yig'ladi. Sochlarini yulib yig'ladi. Kiyimlarini tishlab yig'ladi. Dodini chiqara olmay, ko'zlari qonga to'lib yig'ladi. Bu Ra'no xolaning so'nggi yig'lashi edi. Shundan buyon qizlari hech onasini yig'laganini ko'rishmadi. Eri ketgach, uyning yarmini sotdi. Qo'lida puli borligini bilgan dugonasi Dilnoza onasini davolash uchun undan yordam so'rab keldi. Ra'no xola berishni xohlamagach, unga ortig'i bilan qaytarishni va'da qildi va evaziga uy hujjatlarini tashlab ketdi. Dugonasi qarzini vaqtida to'lay olmadi. Onasining ahvoli borgan sari yomonlashib boraverdi va oxiri olamdan o'tdi. Azaga borib ham qarzini so'ragan Ra'no xola bilan adi-badi aytish ko'ngliga sig'madi. U bilan butunlay aloqalarni uzdi va uyini nomiga o'tkazib berdi. Shu katta foyda ishqida Ra'no xola buni o'ziga kasb qilib oldi. Ammo qancha pul topmasin, mol dunyo orttira olmadi. Bir necha marta uyiga o'g'ri tushdi. Pulini uyda saqlamay shahardan uy olib qo'ymoqchi edi, aldanib qoldi. Qolgani faqat davolanishlar u yasan tusallarga ketdi. Qizlarning tarbiyasi bilan ham shug'ullana olmadi. Katta qizi Iroda o'qishga qiziquvchan edi. O'zini o'zi eplab ketdi. Kichkinasi Zilola esa onasini yonida yuraverib, pulga o'ch bo'lib qoldi. Hamma narsani pul bilan o'lchaydigan, yallama yorim qilib pul sarflab yurishga usta edi. Onasidan pul so'rardi, bermasa o'g'irlardi. Pulni joyini topa olmasa,
dugonalardan qarz olardi. Nima qilib bo'lsa ham xohlaganini qilardi. 19 yoshda bo'lishiga qaramay, na biror hunarni, na biror kasbni ushladi. Yevropacha kiyimlar bilan qaddi qomatini ko'z-ko'z qilib, ketidan yigitlarni ergashtirib yurishni bildi. Onasi indamasdi, aksincha, biror bir boyvachchani boshini aylantir deb qulog'iga quyardi. Iroda onasining qarshi bo'lishini ko'ngli sezgandi, lekin bir martadayoq hammasiga nuqta qo'yadi deb o'ylamagan edi. Uydan chiqib, bir mahalla naridagi bolaligi o'tgan bog'ga kirdi. Atrofda hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun ko'z yugurtirdi. Bahorning erta yomg'iri mevalarini yuvib ketgan bodom tagiga o'tirib, yum-yum yig'ladi. Siroj bilan gaplashib yurganiga oz fursat bo'lgan bo'lsa-da, unga qattiq bog'lanib qolgan edi. Shu paytgacha faqat o'qish bilan band bo'lgan Irodaning hayotidagi birinchi erkak Siroj edi. Balki uning Sirojga bu qadar tez bog'lanib qolishiga yillar davomida erkak mehriga, himoyasiga muhtoj bo'lib yashaganidir. U juda siqildi. Endi nima qilish haqida ko'p o'yladi. Miyasiga tuzukroq fikr kelmadi. O'y xayollarga berilib vaqt allamahal bo'lganini ham sezmay qolibdi. Birdan telefon qo'ng'irog'idan o'ziga keldi. "Alo, opa qayerdasiz?" "Nima bo'ldi, tinchlikmi?" "Tinchlik. Balki uyga kelarsiz. Chiqib ketganingizga 4 soat bo'ldi. Onamning jahllari chiqqan. Eshik tagida poylab o'tirishibdi." "Hozir boraman. Tezlashing." Iroda onasi bilan tortishib vaziyatni yanada yomonlashtirgisi kelmadi. Oyog'ini qo'liga olib, katta ko'chadan uyga qarab yugurdi. Birdan uning oldidan qora Malubi katta tezlikda o'tib ketdi va 50 metrcha naridan orqasiga burilib keldi. Iroda yugurishdan tez yurishga o'tdi. Qovog'ini uyib, uning yonida to'xtagan mashinada kim borligiga qaradi. Mashinada 2 yigit elektron sigaret chekib turishardi. "Yaxshi qiz, sher quvladimi deyman?" Iroda to'xtamay, yeb qo'ygudek qarab qo'ydi. "Oho, sherning urg'otisi o'zlari ekanlar-ku." Ikkala yigit birdan qah-qah otib kulishdi. "Qayerga shoshib ketyapsiz? O'tiring, olib borib qo'yamiz." "Rahmat, shart emas. O'zim yetib olaman." "Noz qilmang-da endi, yeb qo'ymaymiz. Biz bir hojatbaror yigitlarmiz xolos. Boring, yo'lingizdan qolmang. Hozir akam ko'rib qolsa, tavbangizga tayantiradi." Iroda ularni qo'rqitmoqchi bo'ldi. "Voy, qo'rqib ketdik." Rolda o'tirgan yigit masxara qilib kulmoqchi edi. Yonidagi sherigi sekin ko'zini qisib qo'ydi va o'zi gap boshladi. "Opa, men sizni taniyman. Siz Zilolaning opasisiz, to'g'rimi?" Iroda birdan to'xtadi. Biroz qo'rquvi pasaydi. "Ha, shunday. Siz singlimni qayerdan taniysiz?" "Kollejda kursdoshmiz. Kecha siz bilan bozorda ko'rgandim. O'tiring, yo'lingizni yaqin qilsak, xursand bo'lamiz. Qorong'i ham tushib qoldi." Iroda nima qilishga hayron bo'ldi. Muomala bilan gapirgan yigitning taklifini rad etgisi kelmay, mashinaga o'tirdi. Iroda uyalibgina jim ketardi. Roldagi yigit Dilmurod uchun bu ochilmagan g'uncha borgan sari qiziq tuyulardi. U juda ko'p qizlar bilan tanishgan. Deyarli hammasi uning boyligi, o'zini tutishiga qarab darrov Dilmurodga ko'z suzishni boshlashardi. Bu qiz esa o'zini olyapti. Bu sirli sandiq kabi Dilmurodni o'ziga jalb qildi. U biroz jiddiylashib, Irodani gapga olmoqchi bo'ldi. "Yaxshi qiz, hali siz bilan qilgan hazillarimizdan xafa bo'lmadingizmi?" Iroda darrov tusini o'zgartirib olgan bu yigitga gapirgisi ham kelmay, "Yo'q" deganday boshini qimirlatib qo'ydi. Yigit mashinani sekin haydab borardi. "O'zi kech bo'lganda bog'da nima qilayotgandingiz? Hali mevalar pishmagan bo'lsa." "Shunchaki aylanib yurgandim."
Iroda gapni qisqa qildi. Aylanishni xohlasangiz, o'zim sizni zo'r joylarga olib boraman. Yigitning to'g'ridan to'g'ri gap otishi Irodaga yoqmadi. Balki mashinani tezroq haydarsiz. Xo'p, mana jahlingiz juda tez ekan-a? Ha, har holda sizning mashinangizdan tez. Ikkala yigit ham birdan kulib yuborishdi. Iroda aytgan gapidan o'zining ham yuziga kulgu yugurdi. Mana bo'lar ekan-u, jilmaysangiz. Sizga jahldan ham ko'proq tabassum yarashar ekan. Mana shu yerda tushaman. Rahmat. Ismim Dilmurod. Iroda indamadi. Dilmurod darrov mashinadan tushib, Iroda o'tirgan eshikni ochdi. Darvoza yonida Ra'no xola asabiy holatda Zilolaga nimalarnidir gapirib turgan edi. Oldilariga Malubi kelib to'xtaganini ko'rib, hayron qotib qolishdi. Zilolaga bu mashina yaxshi tanish. Ko'p bora shu mashina bilan sayrga chiqqan edi. Iroda mashinadan tushdi. Iroda, qizim, tinchlikmi? Kim bular? Assalomu alaykum xola. Qizingiz bilan yo'limiz bir ekan. Yaxshilik qilish uchun uyingizga tashlab qo'ydik. Noto'g'ri tushunmaysiz? Iroda hayron qoldi. Mashinaga chiqmasdan avvalgi ko'cha bolasi birdan xushmuomala, madaniyatli jentlmen yigitga aylanib qolsa-ya? Ra'no xolaning yuziga iliqlik yugurdi. Voy rahmat o'g'lim, baraka toping. Ichkariga kiring, mehmon bo'ling. Onasining mulozamati Irodaga yoqmadi. U onasining maqsadini bilardi. Keyingi safar xola, rahmat. Kutamiz, kelinglar. Xudo xohlasa, keladiganga o'xshaymiz. Dilmurod Irodaga qaradi. Iroda hech narsani tushunmaganday ko'zini olib qochdi. Ra'no xolaga jon kirdi. Ona-yu qizlar uyga kirishdi. Iroda onasi bilan tortishni xohlamay, o'zini bosib olish uchun xonasi tomon shoshib ketdi. Ra'no xola uni to'xtatishga ulgurmadi. Zilola onasiga ilmoqli gap boshladi. Ana omadu, mana omad. Ana kuyovu, mana kuyov. Ra'no xolaning og'zi qulog'iga yetay dedi. Qaniydi-ya, qaniydi. Ko'rdingmi yigitni? Turishini qara. Kiygan kiyimlari, mashinasi-chi? Shunday bo'lsa-ya. Qizingiz oyda yilda bir ko'chaga chiqib, katta baliqni ilintirganga o'xshaydi. Kimsan Davletovlar-a? Sen qayerdan taniysan ularni? Hayron so'radi. Ukasi Malik Davletovlar kollejda kursdoshim edi. Yo'q-e, qani gapirchi unda? Qanaqa oila, nima ish qiladi, tagli-tuglimi? Siz so'ramang, men aytmay. Dang'illama uyu, qoramol fermalari bor. Poytaxtdagi katta-katta kolbasa zavodlariga shu odam go'sht yetkazib beradi. Shunaqa-de. Ra'no xola xayolida pulga ko'milgandek, orzulari ushalayotgandek edi. Faqat nima faqat? Ra'no xola 7-osmondan qulagandek bo'ldi. Faqat buncha chaynalasan, nima faqat? Bitta aybi bor. Sen ham yomon cho'zdingda gapir. Ra'no xolaning qoni qaynab ketib, Zilolaga baqirdi. Zilola avvaliga onasining ustidan qotib kuldi. Keyin gapini davom etdi. Aybi qizlarga o'ch. Tungi klubdan beri kelmaydi. Bu seni. Men bir kasal-pasalmi debman. Onasi va singlisining gapini eshitib turgan Iroda shu joyga kelganda chidolmadi. Ona, ichingizdan nimalar o'tayotganini bilib turibman. Aslo xayolingizga ham keltirmang. Qizlar bilan aysh-ishrat qiladiganlar kasal emasmi? Aynan shular kasal. Tuzalmas, o'nglanmas kasal. Faqat o'zini emas, atrofdagilarni ham umrini yeydigan kasal. Siz qizingizni shunchalik arzon baholaysizmi? Qizining ovoz ko'tarib gapirganidan Ra'no xola jig'ibiyron bo'lib baqira ketdi. Nima qilibdi klubga borsa? Nima qilibdi qizlar bilan yursa? Uylanmagan yigitga hamma narsa mumkin.
Sen buncha o'zingni osmon bilasan? Kimsan o'zing? O'z otasiga ham kerak bo'lmagan qizsan. Kasal deb otangni aytsa bo'lardi. Uning pushti kamaridan bo'lmagan bolalari qolib, birovning 3 ta haromi bolasiga otalik qilib ketdi. Iroda chidolmadi. Ko'zlari yoshga to'lib, xonasiga kirib ketdi. Onasi esa orqasidan baqirib qolaverdi. Hali senga sovchi jo'natadimi, yo'qmi? Jon de agar yuborsa. Qalbda sevgi gulshani so'ldi. Qoldi faqat lovullagan cho'g'. Bu qiz bilan ishim yo'q endi. Bu qizning men bilan ishi yo'q. Yig'lab uxlab qolgan Irodaning qulog'iga Sirojning she'r aytishlari eshitilardi. Bu Iroda uchun ham yoqimli diydor, ham achchiq sog'inch azobi edi. Erinibgina telefonni olib qarasa, Siroj birdan sergaklandi. Nafasi ichiga tushib ketdi. Sirojga bu yomon xabarni qanday aytishni bilmasdi. Bir amallab o'sha og'ir yashil tugmani bosdi. Alo, Irodam o'zimni. Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermaysan? Sendan xavotir oldim. Iroda, nega jimsan? Qo'rqitma meni. Sog' salomatmisan? Iroda bo'g'ziga tiqilgan yig'ini zo'rg'a ushlab turardi. Gapirsa, yig'lab yuborishini bilardi. Siroj aka, u faqat Sirojning ismini ayta oldi. So'ng qo'ng'iroqni o'chirib, sizga keyinroq telefon qilaman deb xabarni jo'natdi-yu, o'zini yostiqqa otib, yana ho'ngrab yig'lay boshladi. Siroj tinimsiz telefon qilardi, xabar jo'natardi. Oxiri Iroda telefonini o'chirib qo'ymoqchi edi. Sirojdan yana xabar keldi. Hozir yo'lga chiqaman. Uyingga boraman. Sendan xavotirdaman. Irodaning yuragi shuv etib ketdi. Darrov Sirojga qo'ng'iroq qildi. U o'zini yig'idan to'xtata olmay gapirardi. Siroj aka, hammasi yaxshi. Faqat onam bilan ozgina tortishib qoldik. Hech ham yaxshiga o'xshamayapti. Yig'lashingni qara. Men seni yaxshi bilaman. Iroda, sen kuchli qizsan. Uncha-buncha narsaga yig'lamaysan. Siroj aka, ishoning. Hammasi yaxshi. Faqat onam sizga turmushga chiqishimga qarshilik qilishyapti. Men esa Iroda shoshib gapirayotganda birdan to'xtab qoldi. Men esa gapini davom ettirishga nafasi yetmay, chuqur nafas oldi. Men esa sizsiz yashagim kelmayapti. Iroda, ha, meni sevasanmi? Ha, men bilan yashashni xohlaysanmi? Irodaning ko'z yoshlari tezlashdi. Qaniydi? Ishon, unda birga bo'lamiz. Men oxirigacha kurashaman. Agar rozi bo'lishmasa, seni olib qochib ketaman. O'shanda men bilan ketasanmi? Iroda o'ylab ham o'tirmadi. Ketaman. Meni olib keting. Hammasidan charchadim. Bo'ldi. Onang bilan borib o'zim gaplashaman. Agar rozi bo'lmasa, seni shaharga olib kelaman. Iroda qandaydir yengil tortdi. Endi uni himoya qiladigan, u uchun turib beradigan odam borligidan ko'ngli huzurlandi. Iroda xonasidan chiqmagach, onasi xavotir olib, eshigi tagiga kelib quloq soldi. Kim bilandir gaplashayotganini eshitib, sal ko'ngli joyiga tushdi. Zilolani chaqirib, opasidan gap olib chiqishni tayinladi. Zilola $100 evaziga bunga rozi bo'ldi. Zilola xonaga kirganida Iroda ko'z yoshlarini artib turar, yuzida xotirjamlik va baxtiyorlik bor edi. Opa, onamdan xafa bo'lmang. Bilasiz-ku odatlarini. Endi menga farqi yo'q. Bu nima deganingiz?
Iroda sir boy bergisi kelmadi. Hech narsa, shunchaki o'zim. Opa, o'zi pochcham qanaqa odam? Zilolaning pochcha deb gapirgani Irodaga yoqib tushdi. Yuragi xapqirib, singlisi bilan u haqda gaplashgisi keldi. Ajoyib yigit. Bilasanmi, u Iroda yana o'zini tiydi. Opa-ey, boshladingizmi, ayting-da? Yo'q, sen darrov onamga aytasan. Hozircha sir. Kelganida o'zing ko'rasan. Kelmoqchimi hali? Bor, Zilola, meni gapirtirma. Seni onam yuborganlar, aniq bilaman. Voy opa, meni xafa qilyapsiz. Yig'lab kirib ketganingizga yuragim achib kirgandim xonangizga. Onam qo'shninikiga chiqib ketganlar. Opa, o'z singlisiga ham ishonmaydimi? Zilola arazlagandek opasiga teskari qarab o'tirib, Irodadan sado chiqmagach, yig'layotgandek yelkalarini qimirlatib qo'yardi. Zilola, yig'layapsanmi? Ha, dedi yig'lamsirab. Onamdan-ku umidim yo'q. O'z opam menga ishonmaydi. Kimga suyanishni bilmaysan. Yosh bola bo'lma endi. Bo'ldi qil. Mayli, aytaman. Faqat onamga aytmayman deb so'z ber. So'z beraman. Qo'li bilan ko'z yoshlarini artgandek bo'lib, yuzini ishqalab, opasiga yaqinroq keldi. Ismi Siroj. Wow, buncha chiroylisan? O'zi ham kelishgan yigitmi? Ha, juda. Zilola tanlovidan faxrlanib ketdi. Pochcha haqida gapirganingizda osmonlarga uchyapsiz, sezyapsizmi? Zilola undan ko'proq gap olish maqsadida o'zini opasining quvonchiga sherikdek tutardi. Nima ish qiladi pochcham? Nima desam ekan? O'zi arxitektorlik bo'yicha o'qiydi, lekin ishlaydi ham. 5 yildan buyon ustachilik qiladi. Kelajakda o'zining qurilish firmasini olmoqchi. Voh, zo'r-ku. Qachon turmush qurmoqchisizlar? Ko'rib turibsan-ku onamni. Iya, darrov taslim bo'lasizlarmi? Shunday yaxshi yigitni qo'ldan chiqarasizmi? Zilola opasining keyingi rejalarini bilish uchun atay qitmirona savol berdi. Yo'q, albatta. Rejalarimiz bor. Qanaqa reja ekan? Bor-ey, aytmayman endi buni. Opam-ey, shuncha gapingizni ishonib, endi ishonmay qo'ydingizmi? Yaxshi emas. Zilola ilondek opasining ichiga kirib, hamma gapni bilib oldi. Onajonginam, bunday gaplarni sizga aytishim uchun $100 juda kam. Qo'shing. Zilola, onang bilan savdolashni bas qil. Iye, onajonginam, axir men opamga bergan va'damni buzyapman. Qanday gunoh ishga qo'l uryapman? Tasavvur qilyapsizmi? Zilola va'da so'zini kalaka qilgandek baqirib, kulib yubordi. Onasi ham kulgiga qo'shildi. Jonim qizim, gapni ko'paytirma. Boshla. Yana nimalarni o'ylayapti bu ahmoq opang? Xo'p, mayli. Yana $100 qarzga yozib qo'yaman. Bo'pti qizim. O'lmasam olasan. Boshla. Xullas, opam topgan yigit usta ekan. Usta? Ra'no xolaning ko'zi kosasidan chiqib ketay dedi. Baqirmasangiz-chi, oyi? Ha, usta. Yo'q, opang ahmoq emas, g'irt landavurning o'zi. Usta. Hazm qila olmayapman. Ra'no xolaning orzusidagi kuyov boy badavlat biznesmen yo bir mansabning egasi edi. Opamdan yana nimani kutgandingiz? Eshitib, o'zingizni ham asabingiz buzildi. Xo'sh, keyinchi yana nimalarni gaplashdingiz? Og'zidan suvi oqib, o'sha bolani maqtashdan nariga o'tmadi. Xaya, agar rozi bo'lmasangiz, o'sha so'tak bilan qochib ketar ekan.
Zilola yana kulib yubordi. Lekin bu safar Ra'no xola qo'shilmadi. Qo'lini musht qilib eshik tomon yo'naldi. "Shoshmang, shoshmang, qayoqqa?" Zilola onasini ushlab qoldi. "Hozir men unga qochish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Otangni qochgani kammidi? Haddidan oshdi bu nonko'r. Ona, hozir hammasini rasvo qilasiz. Opam bu gaplarni sizga aytganimni bilsa, men bilan ham butunlay aloqasini uzadi va bugunning o'zidayoq uydan qochib ketadi. Nima qil deysan unda? Chidolmayman. Yo'q, chidolmayman." Ra'no xola mushtini ko'ksiga urdi. "Chidang ona, chidang. Menda bir reja bor. Agar o'xshasa." Ra'no xolaning ko'zi yashnab ketdi. "Qanaqa reja?" "Men avval Malik bilan gaplashay, keyin sizga aytaman. Faqat hozir qistamang. O'zim o'rgilay aqlli qizimdan. Senga ishonaman. Sen ilojini topasan. Bo'pti, so'ramayman. Siz opam bilan yaxshi munosabatda bo'lavering. Bu yog'ini menga qo'yib bering." "Xo'p qizim, xo'p. Men ketdim unda. Opaginang och qolgandir. Bir qo'limni o'ynatib, osh qilib beray-a? Nima deding?" Ra'no xola Zilolaga ko'zini qisib xonadan chiqib ketdi. "Jonim, qayerdasiz?" Zilola darrov Malikka qo'ng'iroq qildi. "Bormisiz, yaxshi qiz?" "Borman. Xabar ham olmaysiz. Kecha onangizni vajohatlarini ko'rib, sizga gap kelmasin dedim-da." "Voy voy, qachondan beri meni o'ylaydigan bo'lib qoldingiz? Fikr-u xayolim sizda-ku. Sog'inmadingizmi?" "Sog'indim. Nimani?" Zilolaning so'z o'yinidan Malik mazza qilardi. "Qitmirlikni o'zingiz boshlaysiz-u, yana meni yomon-a? Bo'pti, sog'indim. Qachon ko'rishamiz?" "Gap degan mana bunday bo'libdi. Qachon boray olib ketishga?" "Hozir keling. 10 daqiqada ko'cha boshida bo'laman. Okeymi?" "Okey." Zilola telefonini o'chirib kiyinayotganda onasi kirib keldi. "Ha, kech bo'lganda qayoqqa?" "Malik bilan gaplashganida qayoqqa bo'lardi?" "Oshchi, ovqatlanib ketmaysanmi?" "Oshni opaginam bilan yeng. Dardlashing, sirlashing. Bir necha kungina bo'lsa ham yaxshi ona bo'ling." Zilola onasining yelkasiga urib ko'zini qisdi va eshik tomon yurdi. Ra'no xola esa orqasidan baqirib qoldi. "Qachondan men sizlarga yomon ona bo'ldim? Oq yuvdim, oq taradim, yolg'iz ona boshim bilan. Eshitmaydi bular meni." Shu payt Iroda xonasidan chiqib keldi. Ra'no xola qizini ko'rib yolg'ondan yuragini ushlab, voy-voylab o'tirib oldi. Iroda yugurib kelib, onasini turg'izib stolga o'tqazdi. "Sizga nima bo'ldi, ona? Tez yordamni chaqiraymi? Men hozir." Iroda darrov tez yordamni chaqirdi. "Qizim, yonimga o'tir." Ra'no xola qizining qo'llarini mahkam ushladi. Iroda hayron bo'lib onasiga qaradi. "Qizim, meni kechir. Men faqat sizlarni yaxshi yashashingizni istagandim xolos. Axir gaplarini oxirigacha eshit. Qizim, yana qancha yashayman bilmayman. Otangni qilgan ishidan keyin yuragimni oldirib qo'yganman. Tez-tez bezovta qiladigan bo'lib qolgan. Nega bizlarga aytmadingiz? Nega shifokorga ko'rinmadingiz? Sen o'qishda eding. Singlingning ahvolini qara. Hozir ham kech bo'lganda qayoqqadir ketdi. Sendan iltimos qizim. Mabodo menga biror narsa bo'lsa, unaqa demang, hammasi yaxshi bo'ladi. Eshit qizim. Agar menga nimadir bo'lsa, singlingga ko'z quloq bo'l. Iltimos. Singlingga ota tarbiyasi yetishmadi. Mendan keyin o'zing ham ota, ham ona bo'l. Ra'no xola uvvos solib yig'lashga tushgandi hamki, tez yordam yetib keldi. Iroda
onasining gaplarini jiddiy qabul qilmagandi. Ammo Ra'no xola navbatchi shifokorga 1-2 so'm qistirgandi. Onangizning ahvollari og'ir. Asabiylashish umuman mumkin emas. Yuraklarini yaxshiroq joyda davolatinglar, deb ketgani uni og'ir o'yga soldi. Malik bilan Zilola har doimgidek tungi klubning alohida xonasiga kirishdi. Zilola saqichini chaynab, Malikning ko'zlariga ma'noli noskarashmalar qilib turaverdi. "Jonim, sog'intirib yubordingiz-ku?" "Malik, sizda gapim bor. O'tiring, gaplashib olaylik." "Bo'pti, tinchlikmi? Kecha akangiz opamga boshqacha qaradi." "Ha, kechami? Biram Aso opang bor ekanda. Senga umuman o'xshamaydi." "Ha, uni asrab olganmiz." Zilola xoxolab kulib yubordi. "Shu Aso opang akamga yoqib qolganga o'xshaydi. Akamni bilasan-ku, bo'ysunmas qizlarni ovlash joni dili. Lekin opang yoqqani rost. Qaddi qomati ham senikidan kam emas." Malik atay uning g'ashini keltirmoqchi bo'ldi. Zilola labini burdi. "Xullas, o'sha qaddi qomati kelishgan opam akangizga yoqqan bo'lsa ayting. Otini qamchilasin. Bo'lmasa og'zini ochib qolaveradi." "Biz qachon qamchilaymiz? Opamni bir yoqlik qilaylik, keyin ikkalamiz chopishamiz." "Mayli, meni uyga tashlab qo'ying." "Iya, buncha tez? Sen faqat akam va opang haqida gaplash uchun chaqirganmiding?" "Ha, Malik, shu uchun chaqirgandim. Siz ham akangiz bilan yaxshilab gaplashing. Agar niyati jiddiy bo'lsa, opamni ko'ndirish uchun menda bir reja bor." "Akamni qanaqaligini bilasan. Opangni uvol bo'lishdan qo'rqmaysanmi?" "Buyog'i tavakkal. Agar eplasa, erini odam qiladi. Rohat farog'atda yashaydi. Eplamasa, ayb o'zida. Bizdan gunoh soqit." "Bu akam odam bo'lishga sal shubham bor-da." Ikkalasi xabarlashishga kelishib, xayrlashishdi. Malik tungi klublarda sanqishni, ichib chekishni boshlashdan oldin ancha tartibli bola edi. Kollejga kirdi-yu, akasiga sherik bo'ldi. Zilolani yoqtirib qolgani uni bu olamga yanada yaqinlashtirdi. U Zilola bilan 3 yildan buyon gaplashadi. Boshqa qizga qaramaydi. Lekin Zilola shu 3 yilda ancha yigitni sinovdan o'tkazgan. Malik esa bexabar edi. Zilola uyga kelganda onasi yotoq qilib olgan, opasi tepasida qo'lini ushlab turardi. Onasi Zilolani ko'rib ikkilanib gap boshladi. "Keldingmi qizim? Buncha qolib ketding kech bo'lganda." "Ona, sizga nima bo'ldi?" Zilola onasining ovozidan hayron bo'lib so'radi. Aytmaysanmi? Yuragim xuruj qilib qoldi. Ahvolim ancha jiddiy ekan." Irodaning boshqa joyga qarab turganidan foydalangan Ra'no xola sekin ko'zini qisdi. Zilola hammasi tomoshaligini angladi va onasining tepasiga rahmi kelgandek o'tirib oldi. "Voy, onajonim, meni kechiring. Sizni ko'p xafa qilib, asabiylashtirman. Endi hamma aytganingizni qilaman. Sizni umuman asabiylashishingizga yo'l qo'ymayman, ona." Zilola rolini shu qadar mahorat bilan ijro qildiki, ko'zidan to'xtovsiz yoshlar oqa boshladi. Iroda singlisini tinchlantirishga harakat qildi. "Yig'lama Zilola, hammasi yaxshi bo'ladi. Onam tuzalib ketadilar. Biz ularni eng yaxshi shifokorlarga ko'rsatamiz. Siz ishlamasangiz, men ishlamasam, pulni qayerdan olamiz? Men kutubxonada ishlayman. Yig'ib qo'ygan pulim ham bor. Uyda ham pul bo'lishi kerak. Shundaymi, ona?" Ra'no xola nima deb javob berish kerakligi haqida o'ylab turgandi. Iroda davom etdi. "Mayli ona, siz dam oling. Hozir pul haqida o'ylaydigan payt emas. Topamiz. Sizni davolatamiz. Siz hozir biroz dam oling. Hech narsani o'ylamang.
Iroda onasining ustini yopib, singlisi bilan tashqariga chiqishdi. Zilola, nega onamni oldida yana muammolar haqida gapirasan? Unga rahming kelsin. Endi bunday bemahal yurishlaringni bas qil. Xo'p bo'ladi opajon. Onam tuzalsalar bo'ldi. Hammasiga roziman. Zilola aybdorona bosh egdi. Ko'zidan bir-ikki tomchi yosh oqdi. Buni ko'rgan Irodaning ham yuragi ezildi. Singlisini quchoqlab, ko'ziga yosh oldi. "Opa, sizning ishingiz nima bo'ladi endi? Yigitingizga ayting, kelmay tursin. Hozir onamning ahvoli yaxshi emas, battar bo'lmasin." "Aytaman, kelmaydi." Iroda singlisining quchog'idan chiqarib, ko'z yoshlarini artdi. Hozir buning mavridi emas. Ikkalasi ham bir zum jim qolishdi. Sukunatni Iroda buzdi. "Bo'ldi endi. Borib kiyimlaringni yech. Onamni ovqatlantirdim. Endi sen bilan ikkalamiz birga ovqatlanamiz." "Xo'p, opajon." Iroda oshxonaga qarab ketdi. Shu payt Zilolaning telefoniga xabar keldi. "Opang, akamga yoqibdi. O'yinni boshlayver." O'yin allaqachon boshlangan. Zilola o'ziga o'zi ayyorona shivirlab qo'ydi. Ko'ngil berdim, umrim berdim, jonim berdim, yotsan menga. Najot kabi, umid kabi, hayot kabi yotsan menga. Kulgu kabi, shodlik kabi, visol kabi olistursan. Chidam kabi, sukut kabi, o'lim kabi dodsan menga. Iroda yomon tush ko'rdi. Tushida katta maydon, o'rtasidagi bir ustunga yosh yigit bog'langan. Atrofiga keksa ayol o'tin olib kelib tashlayapti. Birdan qora kiyimli odam qo'lida olov bilan paydo bo'ldi. Uning yuzi ko'rinmasdi. Qancha harakat qilmasin, ustunga bog'langan yigitni ham taniy olmadi. Uning bir qo'lida qog'oz, ikkinchi qo'lida esa shoir yigitga degan yozuv yozilgan ruchka. Axir bu ruchkani Iroda Sirojga sovg'a qilgan edi-ku. Yo'q, to'xtatinglar. Iroda o'zining qichqirig'idan qo'rqib uyg'onib ketdi. Ko'ngli bezotalanib, telefoniga qaradi. Siroj telefon qilgan ekan. Ichida "Ish qilib tinchlik bo'lsin-da", dedi va qayta qo'ng'iroq qildi. "Alo, assalomu alaykum. Siroj aka, yaxshimisiz?" "Va alaykum assalom. Iroda, men yaxshiman. Sen bilan kechadan buyon bog'lana olmayapman. Tinchlikmi? Hammasi joyidami?" "Ha, hammasi yaxshi. Faqat onamning ozroq sog'liqlari yaxshi emas. Shunga sizga telefon qilib, o'zimizning masalamizni biroz kechiktirib tursakmikan demoqchi edim." "Shunaqa qilamiz shekilli, Iroda. Menda ham bir muammo chiqib qoldi." Iroda ko'rgan tushini eslab qo'rqib ketdi. "Tinchlikmi, Siroj aka? Nima bo'ldi?" "Haligi sen ko'rgan odam otam..." Siroj biroz jim qoldi. Irodaning yuragi tez ura boshladi. "Olamdan o'tibdilar." "A?" Iroda nima deyishini bilmay qotib qoldi. "Oxiratlari obod bo'lsin. Siroj aka, bardam bo'ling. Shunday kunda yoningizda bo'la olmadim." "Yo'q, Iroda, sen xijolat bo'lma. Sen onangning yonlarida bo'l. Gap shundaki, otam yaqinda Rossiyaga ishlashga ketgan ekan. Yuqori qavatdan tushib ketib, joni usilibdi. Endi uni olib kelish kerak. Mendan boshqa odam qilmaydi. Nima bo'lsa ham otamning jasadini
yot eldan olib kelish mening burchim. Iroda Sirojdan xavotir olayotgan bo'lsa ham, uni xafa qilib qo'yishdan qo'rqib, qarshi gap aytmadi. Mayli, Siroj aka boring. Eson-omon qayting. Men uchun ham o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, Irodam. Sen ham o'zingni asra. Men qaytishim bilan hammasini hal qilamiz. Mendan xavotir olmang, Siroj aka. Siroj o'sha kuniyoq Rossiyaga uchib ketdi. Iroda Sirojsiz o'zini yana bir bor otasiz qolgandek his eta boshladi. Rejangni qachon boshlaysan o'zi? To'shakdan turmay yotish jonimga tegdi. Mushtiparim, onajonginam, sizga turish mumkin emas. Doktor shunaqa degan. Zilola onasini kalaka qilishdan charchamasdi. Qizim, meni qiladigan ishlarim juda ko'p. Qarz bergan odamlarimdan foizini yig'ib chiqishim kerak. Hozir arzimagan foizlar haqida gap ketyapti. Butun boshli Davletovlarni uyiga xo'jayin bo'lishimizga ozgina qoldi. Inshaalloh, inshaalloh. Tilingga shakar qizim. Ish qilib o'xshasin-da. O'xshaydi. Onajon o'xshaydi. Bir o'q bilan ikkita quyonni uramiz. Opam akasiga teggach, men ukasiga tegaman. Qarabsizki, qizlaringiz boyvachcha xonimlarga aylanadi. Nonko'r opang shuni tushunmayapti-da, qara. Biz faqat o'zimiz uchun emas, u uchun ham harakat qilyapmiz. Bir kun tushunib qolar, lekin o'zimning ham ko'zim yetmaydi. Hech rahmat deydiganlardan emas buningiz. Bilmadim kimga ketgan. Xullas, reja shu. Bugun kechda kelmayman. Ertalabga yaqin uyga bir ahvol yig'lab kiraman. Siz chiqmang. O'zingizni uxlaganga solib yotavering. Opamga Malik nomusimga tegdi deyman. Onam bilmasin deb iltimos qilaman. U ham rozi bo'ladi. Sizni kasalligingiz qo'l keladi. Keyin opamni Malik bilan uchrashtiraman. U opam akasiga turmushga chiqishga rozi bo'lsa, menga uylanishini shart qilib qo'yadi. Bo'lmasa, uylanmayman. Singlingni o'z xohishi bilan bu ishni qildi deb turib olaman. Hech narsa qila olmaysan deydi. Opamni bilaman. Bu sharmandalikdan oilamizni olib chiqish uchun o'zini qurbon qiladi. Uni shunga olib boraman. Ra'no xolaning og'zi lang ochilib qoldi. To'ydan keyin haqiqatni bilib qolsa-chi? Bilsa bilar, nima qila olardi? To'ydan keyin u sharoitni ko'rib, o'ziga yoqib qoladi hali. Meni aytdi deysiz. Qizim, seni bunchalik aqlli deb o'ylamagandim. Ra'no xola xuddi hammasi hal bo'lgandek xayolida to'yni boshlab yubordi. Ana shunaqamanda. Shu payt Irodaning qadam tovushlari eshitildi. Ona yu qiz yana rollariga qaytishdi. Zilola, sen ham shu yerdamiding? Ha, opa, keling. Onamni yolg'iz qoldirmay deb yonlarida o'tiribman. Yaxshi. Ona sizga hech narsa kerak emasmi? Yo'q, qizim, baraka top. Menga faqat tinchlik kerak. Hozir ancha o'zimga kelib qoldim. Ha, ko'rinishingiz ancha yaxshi. Zilola sekin xonadan chiqayotib, opasiga siz ham chiqing degandek tashqariga imladi. Iroda ham xonadan chiqdi. Menda biror gaping bormi? Haligi bugun dugonam Matlubaning tug'ilgan kuni. Shunga bormoqchi edim. Sal kechroq qolib ketsam, onamga aytmay qo'yavering. Xo'p, opa. Onamning ahvollarini qara. Hozircha yig'ishtirib tur shu o'yin kulgularingni. Opajon, bormasam bo'lmaydi. Juda yaqin dugonam. Onam so'rasalar, vaqtli uxlashga yotgandi deysiz. Iltimos, bir safar turib bering. Zilola
opasining qo'lidan ushlab yalinishga tushdi. Mayli, lekin qara. Agar onam bilib yana asabiylashsalar, o'zingdan ko'r. Doktor ahvollarini jiddiy degan. Zilola opasini quchoqlab oldi. Rahmat opa, ishonchingizni oqlayman. Tezroq qaytishga harakat qilaman. Zilola darrov xonasiga kirib, kiyinib chiqdi va dugonamning tug'ilgan kuni deb Malik bilan tungi klubga ravona bo'ldi. Betartib tungi klubning alohida xonasida ularni Dilmurod kutib turardi. "Iye, keldingizmi yoshlar?" Zilola kelib qo'l tashlab ko'rishdi. "Sizni ishingizni deb yelib yuguryapmiz-da Dilmurod aka. Bilsangiz bilarsiz-a?" Zilola Malikka ko'z qisib qo'ydi. "Hayya, kuyov to'ra mazza qilib ichib o'tiribdilar. Mehnatda biz." Malik qo'shilib kulib qo'ydi. "Nimasini aytasan, Malik? Bu kishim ham borib bir ko'ngil olishga harakat qilsalar nima bo'lar ekan?" "Aka, rostini ayting, qiz sizga yoqdimi?" "Ey uka, men kimga uylanishimning qizig'i yo'q. Qizlardan to'yganman. Kecha mashinada ko'rib, sal-pal yuragim chizayotgandek bo'ldi. Lekin bu orqasidan yuradi degani emas. Men emas, qizlar mening orqamdan yuguradi." "Ana, jiz etibdi-ku." Zilola gapni ushlab oldi. "Asosiysi shu jiz etgani. To'ydan keyin shu joy yonadi." "Sen ham gapni o'ldirasan-da Zilola. Akamning yuragi tosh. U yonmasa kerak." "Opasi ham Ziloladek bo'lsa, balki yonar." Dilmurod atay ukasining g'ashini keltirmoqchi bo'ldi. Zilola bunga parvo qilmay kulib yubordi. Ukasi bu hazil yoqmaganini ko'rib, xona eshigi tomon yurdi. "Bo'ldi, hazillashdim. Bo'zarma. Shu Zilola seniki." "Qayoqqa ketyapsiz?" "Ko'ngil olishga." Bu harakatni kutmagan Zilola hayratlandi. Nahotki kimsan Dilmurod Davletov qizlarning ko'nglini olishga bel bog'lasa? Boshlanishi qiziq ketyapti. Ko'raylikchi oxiri nima bo'lar ekan. Bir xillikdan zerikdim. "Yashang aka, yashang. Zo'r bo'ladi, hali ko'rasiz." Zilolaning xursandchiligi ichiga sig'masdi. "Onamga qachon aytamiz?" Malik ikkilanib akasiga qaradi. "Hozir borib suyunchi olaman. Uylan deb miyamni qoqib yurishgandi-ku." "Ha, ayting. Ertadan boshlab har tong yangraydigan qachon uylanasan qo'shig'idan qutulamiz." "Sen ko'p ham xursand bo'laverma. Meniki tugab, seniki boshlanadi." "Meniki tayyor." U Zilolaga qarab qo'ydi. Zilola ham miyig'ida jilmayib qo'ydi. "Oho, bo'pti, ketdim. Sho'xlik qilmay o'tiringlar." "Ya aytgancha, endi sizlarga mo'jna-ku-a?" Dilmurod ukasi Malikka qarab qah-qah otib kuldi. Malik ham iljayib qo'ydi. Dilmurod ketdi. Malik eshikni qulfladi.